parvar tarbiya. Faxrlanish arziydimi? Endi bu oldin maqtayotgancha uzr. Keling, o'zlarini suhbatga chorlaymiz. O'zlaridan bir eshitinglar. Alisher aka. Bekmurod aka juda ham bizni maqtavordilar. Avvalambor biz mana shu respublika bo'yicha mana shu bizani veteran faxriy jangchilarimiz bor. O'sha ichimizda o'sha davlat xavfsizlik xizmatidan, prokuraturadan, mudofaa vazirligidan butun bizni generallarimiz, butun bizni ustozlarimiz bilan biz faxrlanamiz. Ularga biz hamma vaqt ibrat nuqtai nazari bilan, hikmat nuqtai nazari bilan qaraymiz. Ular bizga bir katta bir kitob. Ularni biz hali o'qib tugatganimiz yo'q. Faxrlanadigan insonlardan men masalan yana agar bir-birlarini bir hozir bu yerda bir ajoyib bir mavzu ko'tarildi, ota-ona mavzusidagi mavzu mana singlimizni gaplarini eshitib juda ham xursand bo'ldim. Birinchi mana shu ota-ona bilan faxrlanishni ko'rsatuvdi bir asosiy bir belgisi qilib qo'yibsizlar. Shuning uchun sizlarga rahmat. Chunki faxrlanadigan bu bizani otamiz, onamiz, uydagi mana shu mahalladoshlarimiz. Mana bu mavzu men o'ylayman shu yoshlarimizga ham bir ibrat bo'ladigan mavzuda. Chunki bolalar bilsin oilada. Chunki faxrlanish tuyg'usi bu tarbiya tuyg'usida bu. Bunday olganda bola mana shundan tarbiya tuyg'usi shakllanadi. Mana hozir bir akamiz mana hozir G'anisher aka kirib keldilar. Mana shu kishidan ham faqat bu kishi mana shu ustoz, san'atkor Ortiq Otajonov ustozimizni mana shu shogirdlari bo'ladilar. Qayerga borsalar o'sha kitoblarini, o'sha kishini torlarini olib yurib, mana shunaqa o'sha kishi bilan faxrlanib yuradilar. Men o'ylayman, mana shu jihat ham kimgadir, qaysi san'atkorlargadir ibrat bo'lishi mumkin. Men san'atkor sifatida ham mana shu bu xizmatdagi odam sifatida aytmoqchiman. Faxrlanadigan jihatlarimiz juda ko'p. Biz faxrlanib ulardan o'rnak olib hayotda yashashimiz kerak. Bekmurod aka bilan ham men faxrlanaman. Albatta. Shunday deyishingiz aniq edi. Orif aka bilan ham men faxrlanaman. Butun O'zbekistonimizda faol insonlar bilan men faxrlanaman. Jamiyatda o'zini ko'rsatadigan, mana shu kecha kunduzgi o'sha ilg'or prezidentimizni olib borayotgan siyosatlariga manaman deb, labbay deb javob bergan insonlar bilan men faxrlanaman. Biz ham siz bilan faxrlanamiz. Orifjon Nurmuhammedov kim bilan faxrlanar ekanlar, eshitamiz. Albatta, avvalo assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Ra'no opa bir